Turmushi kontrol bo'lgan Tigril qahramoni uchun gayd. Tigrilni birinchi skilli berilgan tarafga qarab 3 marta ketma-ket fizический urin oladi. Eng yaqindagisi 20% ga, o'rtadagisi 40% ga, uchinchisi bo'lsa 60% ga raqibi 1,5 sekundga sekinlashtirib qo'yadi. Uni ikkinchi skilli dash skill bo'lib, uni mobilnessiga javob beradi va uni berganingizda dushmanni o'zi bilan birga surib ketadi va ikkinchi marta berganingizda dushmanni havoga 0,6 sekundga uchirib yuboradi va bu skill fizический urin oladi. Va nihoyat ultasiga kelsak, ultasi dushmanni bitta joyga yig'adi va 1,8 sekundga ularni barchasini stanga tushiradi. Shu paytda siz очищение bilan chiqib ketsangiz bo'ladi yoki qaysidir sherigingiz unga stan yoki kontrol berib ultasini atmayin qilib oladi. Passivkasiga keladigan bo'lsak, u bazaviy ataka orqali birovdan urin olganda tepasida mana shunaqa metka paydo bo'ladi va 4 marta urin olgandan keyin 5-inchisi unga ta'sir qilmaydi. Bu faqat bazaviy ataka orqali ishlaydi yoki qaysidir skillingizni berganingizda ham bu narsa bittadan stak olishni boshlaydi. Passivkis faqatgina bashnalardan, minyonlardan va dushman skillaridan urin olganingizdagina ishlamaydi. Qolgan barcha narsada passivkis yig'iladi. Protivniklardan faqat bazaviy atakasidan passivkis yig'iladi. Unga asosan flicker qo'yib o'ynaladi va flicker bilan ba'zi bir kombolarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Masalan, ikkinchi skillni berib, flicker bilan ulta yoki dushmaningizning reaksiyasi kuchli bo'lsa, avval ulta berib, keyin flickerni u tomon bersangiz ham bo'ladi. Yoki dushman shunaqa sizga yaqin kelib qolganda, bashlantiga olib kirib ketish uchun flicker bilan ikkinchi skillingizni kombo qilib ishlatsangiz bo'ladi. Agar qiynalsangiz birinchi flickerni berib, keyin ikkinchi skillni bersangiz ham bo'ladi. Prosta reaksiyasi kuchli bo'lsa qochib qolishi mumkin. Shunaqa foydali videolar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.